Hello vaqtli do'stlar, sizlar bilan men Firizbo do'stlar, sizlar bilan bugun harbiy birinchi qism olamiz. Men harbiy emasman, to'g'ri harbiyman va bizning qishlog'imizda kichkina harbiy baza qurganmiz do'stlarimiz bilan. Haqiqiy emas, soxta harbiymiz. Biz qishloqni qo'riqlaymiz deb mana shu masalan bir dushmanlar kelsa shularni qo'riqlaymiz. Men hozir do'stlarim yo'q. Ben bitta o'zimman va mana shu anda bitta o'zim qushlarni qo'riqlashim kerak. Bo'lmasa do'stlar, videoga ketdik. Video boshqasidan like bosib, obuna bo'lib do'stlar. Bo'lmasa ketdi. Voy, narsalarni taxlab bo'ldim. Bo'ldi, men qo'yib bo'ldim. Voy. Endi aylanib kelaman. Mana unda meni bizlarning nimamiz bu yoqda antenna turadi bu yoqda. Mana shu xabar beruvchi yordamga chaqiruvchi narsalarimiz va bu yoqda antenna, ya'ni antenna qishlog'imizning antennasi va bizlarning xabar beruvchi narsamiz. Mana qo'rqinchli narsaga o'xshaydi ko'pincha. Mana unda biz o'ynaymiz, qo'rqlangan bo'lsa, bu yoq nimaga bunday qo'rqitishim desangiz, bir buyonni qachon qo'riqlagandik? Buyonni qo'riqlaganimizga 2 haftacham, 1 hafta bo'ldi. Biz qishlog'imizni qo'riqlaymiz va bu yerda 1 hafta oldin yana buyonni belgilgan kunimiz ertagisi hujum qilishgan. Shu payti bu juda ham qattiq yordam berdi va biz uni 10 ta kishini 2 ta bo'lib, 3 ta bo'lib yanchib tashlagandik. 10 ta kishi edi, ha, to'g'ri. Mana unda esa bizlarning nimamiz, hozir ko'rsataman. Bu yoqishda isitgani, mana pechkamiz emas, qo'ri tutun chiqib ketgani va mening joyim mana unda. Bu yoqda men uxlayman va bu yoqda bir do'stim va bu yoqda bir do'stim uxlaydi. Va hozir men kiyimlarimni kiyib qishlog'imizni aylanib chiqishim kerak. Qishlog'imizni aylanib chiqaman. Mana kerakmidi? Bosh kiyimimizni issiq shundoq ham kiyapman bularni. Va aytgancha hozir oshxonamiz bor bizlarning. Mana bizning oshxonamiz. Bu yerdan ovqat olaman. Va bitta suv ham olaman. Bo'ldi. Va ketdim endi. Mana bitta kalitni olib ketishim kerak. Bitta kalit kerak menga. Bila. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Bo'ldi do'stlar. Men ketdim, bo'lmasam qishloqni aylanib chiqaman. Qishloq chetiribdi. Qani bu yoqda bir nima yo'qmi? Birovlar kelgani yo'qmi? So'raymiz, surishtiramiz. Bir yomon narsa bo'lgani yo'qmi? Ey, jitalar. Hey, jita. Salom. Salom harbiy. Facebook qaraysan? Rahmat. O'tgan hafta bizni qutqarib qolding. Oho, arzimaydi. Bir noxush xabar, bir nimalar yo'qmi? Hech nima yomon ko'rmayaptimi? Yo'q, yomon ko'rmayapti. Ana, unda mesaj bo'lishga. Ha, u antenna, ya'ni bizga xabar berishimiz va bizlar qishlog'imizga antenna tarqatib juda qishlog'imizga toza texnika kelyapti-ku. Shunga qo'yishdi ular. Ha. Nima yo'q qo'yishdi? Bu yerda xavfsizroq deyish, bu yerda buzib tashlashlar mumkin. Ha. Bolalar tegishmi? Ha, bolalar tegsa men to'qirishim mumkin-da. Ben yomon tegsa. Yaxshi. Hop, hech nima bo'lmasa men ketdim. Qachon yashabman? Ha, men qo'riqlab chiqqan qishlog'imiz atrofini bir aylanib chiqay cho'chqa. Cho'chqa kimga? Meniki. Kim? Senigimi? Ha. Xullas, sening isming kim edi? Mening ismim Mark, senga jam yozaman. Nimaga? Bizning qishlog'imizda cho'chqa yoqish mumkin emas-ku, bilmaysanmi? Yodimda, mayli.
Senga qarasanga jarima yozamiz. Senga mayli 25 dollar yazdım. Yani 25 izmurut. Aynen. Çocuklar öldüremem. Çocuk hoşlaysa baydım. Çocuk hoşlayalım şimdi. Aksı olamaz. Aynen. Ma. Bakayım. Ma. Bo'ldi. Birisi. Bizga kichkinagina bo'lsa 1 kilo go'shtni 1 kilogramm. Bu nima qildik? Mana oqizib olamiz. Tot. Men oqizib olamiz. Hop, bo'ldi. Tak, endi bazamga ketdim. Babram hech nimani o'qishlar yo'q. Qishlog'imiz yaxshi. Men aytgancha fermerligim qilishimga bizlarning ham polimiz ajratib berishga qishloqlar. Shu bizlarning ovqatimizni, ya'ni pulimizni ta'minlaydi. Ularni qo'shni qishloqqa chiqib o'zim sotib beraman. Oyda bir marta buni yig'ib, oyda bir marta sotamiz. Bu bizlarning qishlog'imizda meri yo'q, ya'ni meri menman. Men bu qishloqni qo'riqlayman, bu qishloqni ta'minlayman. Mana desangiz bu chiroq kechqurun yoqqani, mana ularga yetkazib bera olmaydi. Kechqurun ko'rsataman sizlarga. Qani edi? Nima demoqchi edimmi? Men ketmonni olmoqchi edim. Ketmon. Masa ketmonni olib bordim. Tak. Mana shu ikkita poliz bizanki. Mana bu ikkita poliz meniki. Bu meniki. Bu esa ana o ikkisiniki. Yo'q. Mana shu ikkisi bizlarniki. Bizlarning polizimiz bilan soqqa qilamiz. Uncha ko'p soqqa kelmaydi, lekin to'g'ri aytadigan bo'lsam, uncha ko'p pul kelmaydi. Bu yoqni nima olsam ekan? Aytganchalik ko'rsatib, bu yoqni bizlarning oldimizga, bizlarning ishimizga o'tirib berishgan bo'lishi kerak. Shitdan so'rayman. Shitil ana polizlarnikimi? Shitilqa? Voy, shitil qayoqqa ketdi? Zararroqdi. Yana shu bitta shitilda so'rayman. Shitil ana yonidagi polizlarnikimi? Ha, sizlarga. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, bizlarnikiga uni ham olamiz. Juda ko'p pul tushib turgan yo'q-a? Yo'qqa qaranglar, oyiga bir buyotdan yarim staq emarok topamiz. Va o'pshi bizlarning qishlog'imizda o'pshi daromad topadi. Biz o'pshi qishlog'dan 6 ta daromad topamiz oyiga. Va buning 5 taka qishloq aholisiga va 5 taka yo'q, 4,5 aholisiga yarim staq bizlarga ketadi. Bizlarga ko'proq tushadi. Ularga 15 tadan yoki 20 tadan tushsa, bizga 30 tadan tushadi. Bizga ko'p pul berishlarga biz himoya qilayotganimiz uchun shuning uchun bizga 30 tadan tushadi. Va qiyin bir staqi qishloq jamg'armasiga ketadi. Ya'ni bir yillik jamg'armaga bir o'zgarish qilamiz bizlar. Biz shunday kelishganmiz qishloq aholisi bilan. Shuning uchun shunday. Va buni hozir do'sa qishloqqa sanduq kerak, toza omborxona qurmoqchi edik. Omborxona qo'ydik deyishgandi. Shuning uchun ikkita sanduq kerak. Qo'yan taxtalar ham qo'ygan. Masa ketdik toza omborxonaga. Yangi omborxona qayoqda kerak? Bizlarning yangi omborxonamiz. Bu yerda hech kim yashamaydi. Mana shu yoq. Mana shitil omborxona mana shu yoqda. Yaxshi oqsa. Narigisimi?
Okey. O ciddi bayağı ciddi kamak atıyor. Yok iş ham koyuş gerek. Bir oynayamıyoruz. Bir oynamıyor ha. Ne şu an oynamayacak çünkü. Keçikol'un oyuncu oklanayım dostlar. Çünkü Keçikol'un zombiler kirledi. Onu öldürüp çıkamaz. Çıkamam yani. Ne gerek yok şaka geçeceğim. Sonra 2 hafta çok konuşalım ve 2 hafta hemen uzun da. Şunaka. Dostlar. Anam sadece. Çünkü onda falan geri yapalım. Böyle genç koyalım. Bak oluyor yani. Böyle. Hiç hoşmayan ama vurmayan giden yani. Tek o çatı kalmakta çünkü. Hiç korun buldu. Kemal ne kadar kaptı? Kemal ne kadar? İyi. Kemal ne oldu? Vay işte Kemal kaptı. Aa. Keşke nasıl yorakladı. Ben keşke şu şekilde taşıyayım ben. Oğlum. Ha buldu. Fakirlerine koyarız. Gelin bir anı. Çok koysun. Okey. Come on. Mana ki? Ha, mana ki? Kitap okudu. Yok, gitme. Yok, hadi. Bir vakit oturup. Vay ya ben öyle yapma. Önce zombi yapacağım kalıyor. Kemanım kanım. Kemanım var. Nasıl okumayayım? Kan iyi. Kanı da. Sebenarnya koysak. Kan zombiler. Bunlar. Boy bolalar yaptık ya. Koylaşma oynayacağım diye benimce. Dostlar şu da hammaga xayr hisoblanmaydi. Frizboy bo'ldi. Frizboy. Frizboy bo'ldi. Sizlarga video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib poddesh qilib tashlaymiz. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Like bosinglar.